Hozirgi faslga mos, kiyganingizda juda ham qulay bo'lgan mana shu noodatiy bo'lgan fasonni biz siz bilan bugun modellashtiramiz. Albatta, bu ko'ylakni mana shunday uzun holatda yoki bo'lmasa bugungi tayyorlaydigan andozamizdan kaltaroq tunika shaklida keng palatsa shim holatida tayyorlab tikib olsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa xuddi shunday uzun ko'ylakda ham juda ham ko'rib turganingizdek bejirim holatda bo'ladi. Bu ko'ylagimizning fasoni yelkalari ozgina tushib turadi. Ko'ylak fasoni reglan koketka. Ya'ni proymalari reglan proymadan foydalanilgan, yuqorisida albatta reglan koketka tayyorlangan. Bu fasonni oldi ochilishlarini shu holatda qoldirishingiz mumkin yoki bo'lmasa tugmalik yoki zamoglik boshqa fasondagi formalarga ham bemalol kiritib olsangiz bo'ladi. Eng asosiysi siz texnikalarni o'rganib olsangiz yetadi. Har doimgidek biz Maryams metodi bilan tayyorlangan asos andozalarimizdan foydalanamiz. Oldi va orqa razrabotka bo'lgan xuddi shu andozalarni olaman va birinchi bo'lib biz koketkalarini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ko'krak vitichkalari va orqa yelka vitichkalari hali modellashtirilmagan. Aynan biz fasonlarni tayyorlash davomida biz buni modellashtiramiz. Yelkalarimizni chiziqlardan 3 cm ga davom ettirib, pastga 1 cm tushirib, qizil marker yordamida ozgina yoylashtirilgan holatda men yangi yelka chizig'ini chizaman. Ya'ni bu yelkamiz xuddi o'zimizning qomatimizdan qaytarib turgan holatida yoylashtirilib pastga tushiriladi. Sizlar ham xohlasanglar xuddi shunday 3 cm yoki undan ko'proq yoki ozroq ham qo'shsangiz bo'ladi. Oldi ochilishni ozgina kengroq qilyapman. Pastga 8 cm, oralig'ini 1 cm qilib, burchak shaklda yana 6 cm lik qilib chizib qo'ydim. Xuddi shunday qilib chizib tayyorlasangiz ham bo'ladi. Endi koketkamizni uzunligini tayyorlaymiz. Beldan yuqoriga 8 cm, koketkani pastini 6 cm qilib, ko'kragini balandligidan yuqorisiga 6 cm ko'tarib, koketkani yuqori qismini 9 cm qilib, xuddi shunday koketkani pastki qismini chizib olamiz. So'ng yuqorida yelkalarimizni 3 cm qilib tushirgan joyimizdan boshlab yoylashtirib bir-birlari bilan tutashtiramiz. Xuddi shunday juda ham noodatiy koketkani sizlar ham tayyorlab chizib olsangiz bo'ladi. Demak, shu bilan bizni oldi koketkamiz tayyor bo'ldi. Endi orqada ham xuddi shunday qilib koketkalarni yoylashtirib chizib olishimiz kerak. Undan oldin biz proyma chiziqlarini chizib olamiz. Bu reglan proyma chiziqlari. Standart proymadan 4 cm dan oldi orqada belgiladim va proyma chizig'ini oldida chizdim. Orqa koketkani uzunligini 18 cm qilib xuddi shunday yelkadan tushirilgan joyga yoylashtirib chizib oldim va orqada ham yangi reglan proymasini chizib oldim. Endi orqadagi yelkadagi vitichkalarimizni xuddi shunday qilib modellashtirib proyma tarafga chizib olishimiz kerak bo'ladi. Bu nima uchun kerak deyilganda, aynan yenglarimiz o'rnatilganda ana shu joyda bo'shliq bo'lmasligi uchun. Zborka bo'lgan holatda ham juda ham chiroyli qomatga yotib turadi. Demak, bo'yin o'yindiqlarini ham tekizlab olganimizdan so'ng, endi biz andozamizda koketkani va oldi orqa pastki qismlarni tayyorlab oldik. Endi biz buni zborka holatiga ham modellashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ko'krak vitichkalarimiz bizni hali modellashtirilmagan. Albatta biz buni foydalanib modellashtirib zborka holatiga keltiramiz. Koketkalarimizni alohida ajratib olishdan oldin proymalarimiz tugallangan joyini albatta koketkada belgilab olishimiz kerak. Nima uchun deyilganda, biz buni alohida zborka holatida tikayotgan vaqtimizda qayerda to'xtatilish uchun albatta biz bu belgini qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Koketkada qo'ygan mana shu belgilarni siz albatta matoda ham belgilab olishingiz shart. Demak, biz modellashtirgan mana shu liniyalarimizni olamiz. Endi bizga bu kerak emas. Yangi mana shu qizilda chizilgan liniyalarimizni hammasi qoldi. Shu bilan mana chiroyli qilib koketkalarimizni tayyorlab oldik. Birinchi ko'krak vitichkalarini endi modellashtirib olamiz. Relyef chiziqlarini davomiy yuqoriga chizdim va yonboshdagi ko'krakni rastorini olib modellashtirdim. Endi bizga zborka uchun albatta modellashtirish kerak bo'ladi. Oldida aynan koketkani pastki tarafi to'g'ri bo'lgani uchun u yerni men vertikal chiziqlar bilan bo'lganim yo'q. Nega deganda, u yer to'g'ri bo'lgani uchun bemalol uni matoda yoki plyonkaga qo'shib olsak bo'ladi. Demak, men faqat yonidagi mana shu yoylashgan joyiga vertikal bir necha chiziqlarni chizib raqamlab oldim. Sizlar ham xuddi shunday qilsanglar yetadi. Orqani ham xuddi aynan yoylashgan joydan xuddi shunday vertikal chiziqlarni chizamiz va raqamlab olamiz. Endi mana shu chiziqlar yordamida zborka uchun modellashtirishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib biz oldini modellashtirib olamiz. Ko'rib turganingizdek vertikal chizib olgan chiziqlarimiz oraliq masofasini ochib chiqamiz. Mana xuddi shunday qilib oraliq masofasini bir xilda yuqori va pastini men 6 cm dan qilib ochdim. Agar siz xuddi shunday holatida ochadigan bo'lsangiz, demak ko'ylaklarimiz to'g'ri holatda, trapetsiya holatda emas, to'g'ri holatida bichiladi. Agar siz pastki qismini trapetsiyaroq qilishni xohlasangiz, yuqoridagi kenglik 6 cm bo'yicha
qoladi. Faqat pastki qisminigina 8 santimetrga men kengaytirdim. Agar sizni matoyingiz yumshoq mato bo'lsa, siz bemalol sborka haqini ko'proq va pastki trapetsiyalarini ham bundan ham kengroq qilib ochsangiz bo'ladi. Ustidan yangi plyonkani qo'yamiz. Aytib o'tganimdek, oldidagi sborka hisobini oldi o'rta chizig'idan 10 santimetrni qo'shib xuddi shunday qilib chizib olyapman. Birdaniga men tunikami uzunligini ham qo'shib andozada tayyorlab olyapman. Andozamiz biodrani liniyasigacha to'g'ri keladi, lekin men bundan ham uzunroq qilib pastga 12 santimetrni tushirdim. Yondagi liniyalarimni xuddi mana ko'rib turibsiz, trapetsiya holatida pastga 12 santimetr tushirib, yoylashtirib chizib oldim. Yuqorida proymalarim va aynan oraliq masofasi ochilgan joylar umuman o'zgarishsiz. Mana shunday qilib, oldi andozamni koketkadan pastki qismini men tayyorlab oldim. Albatta, oldi o'rtasini yozib belgilab olishimiz kerak. Yondagi chiziqlarga ahamiyatli bo'lamiz. Mana shu joy menda 42 santimetr chiqdi. Sizda necha santimetr chiqsa, albatta siz buni yozib oling. Nega deganda, orqada ham modellashtirganimizda aynan ana shu joylari bir xilda uzunlikda bo'lish kerak. Orqada ham vertikal chiziqlardan foydalangan holatda xuddi oldi kabi modellashtirib olamiz. Ya'ni oldida yuqorisida 6, pastida 8 santimetr qilgan bo'lsam, xuddi shunday qilib tayyorlaymiz. Andozamizni hozirgi tayyorlaganimiz xuddi shunaqa tunika shaklida tayyor bo'ladi va palatsa shimlarni ham tayyorlab olsak bo'ladi. Men sizlarga tayyor qilib 42, 44, 46 razmerlarga sxemalarni tayyorlab qo'yganman. Bu sxemalarni olish uchun, o'rganib, o'zingizga tayyorlab olishingiz uchun bemalol izohlarda Maryam so'zini yozib qoldiring. Profil shapkasida Telegram kanalimiz bor. Ana shu joyga o'tib obuna bo'lib, ana shu joydan murojaat qilsangiz ham bo'ladi. Agar siz Maryam metodi bilan tayyorlangan asos andozalarni noldan boshlab o'rganib, aynan mana shu fasonni ham xohlagan razmerga, kichik razmerdan boshlab katta razmergacha ham bemalol o'zingiz mustaqil tayyorlashni xohlasangiz, aynan ayollar shimini ham albatta izohlarda Maryam so'zini yozib qoldiring. Men pastda raqamlarni qoldiraman. Mana shu raqamlar orqali bemalol bog'lanib aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Men mana shu fasonni sxemalarini va to'liq darsliklarni sizga tayyorlab qo'yganman. Aynan siz ham mana shu darsliklarni noldan boshlab o'rganishni xohlasangiz, imkoniyatni hozir qo'ldan boy bermang. Albatta, Maryamsga obuna bo'lib, bunday foydali videoni eng yaqin dugonalaringizga ham yuborib qo'ying.